Assalomu alaykum do'stlar. Moskvadan gapiramiz. Moskva Toshkent reysiy avtobuslarimiz yo'lga chiqyapti do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa ekranga nomerlarni yozamiz. Mana UzAvtotrans tanlashdan adashmanglar do'stlar. Ishonchli ekranda nomerlar bo'ladi. Telefon qilib kelsanglar bo'laveradi do'stlar. Avtovokzaldan primoy reyslar bilan Moskvadan Toshkentga do'stlar. Ichki holatlarni ham ko'rsatamiz. Mana uzmagan holatda. Mana avtobuslar konditsionerlar ishlab turibdi, yo'lga chiqyapti avtobus. Hamma joylashgan mana. Aka-ukalar joylashib yo'lga ketyapti do'stlar. Avtobusimiz avtovokzaldan primoy reyslar bilan Toshkentga, Moskvadan Toshkentga telefon qilib kelaverasizlar, ekranda nomerlar bo'ladi. Dokumentida muammosi borlar ham telefon qilsanglar bo'laveradi. Avtovokzaldan mana primoy reyslar bilan avtobusimiz yo'lga chiqyapti. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva. Ekranga ishonchli nomerlarni qo'yamiz, tanlovda adashmanglar. Bitta like bosib, podpiskani bosinglar. Dokumentida muammosi bo'lgan, reyestrga tushgan, registratsiyasi o'tib ketgan yoki bo'lmasa patent kuygan ukalar ham telefon qilsanglar bo'laveradi. Iloji boricha yordam berib olib ketamiz. Yo'ldan tashqari ozgina rasxoti bo'ladi do'stlar. Avtobuslar komfort, hamma sharoiti bor do'stlar. Yuklarga keladigan bo'lsak do'stlar, yukxonamizga 60 kilo, 70 kilodan yuk olsanglar bo'ladi. 60 kilo, 70 kilogacha olsanglar bo'ladi. 5-6 kilodan ruchnoy kladka, ruchnoylarni olsanglar ham bo'laveradi. Avtobuslar komfort, hamma sharoiti bor do'stlar. Telefon qilib tanlovda adashmasdan kelaverasizlar. Avtovokzaldan primoy reyslar. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Bitta like bosib, podpiska bosib, podpishkada bo'linglar do'stlar. Avtobus xizmatlarimiz Moskvadan Toshkentga har kuni bo'lyapti avtobuslarimiz. Kimga qiziq bo'lsa ekranda nomerlar, bitta rossiyskiy, bitta O'zbekiston nomerini yozib qo'yamiz. WhatsApp, Telegram, Max hamma narsa ishlaydi. Ishonchli avtobus xizmatlari musofirda yurgan aka-ukalarga eng ishonchlilari mana avtovokzaldan primoy reyslar bilan ketilyapti. Telefon qilib biz bilan bog'lanib kelsanglar 1-2 kun oldin mesdan zayin qilib qo'yasizlar. Telefon qilib ism familiyangizni yozdirib qo'ysanglar, o'zimiz joylarni zayin qilamiz. Kelasizlar, joylashasizlar, ketasizlar. Avtobuslar hamma sharoiti bor. UzAvtotrans kompaniyasi avtobuslar. Musofirda yurgan aka-ukalarga bilan aytib o'tamiz. Dokumentida muammosi borlar, iloji boricha dokument qilib yuringlar do'stlar. Yuklarga 50-60 kilo aytib o'tdik. Telefon qilib kelaverasizlar, ekranda ishonchli nomerlar, avtovokzaldan primoy reyslarimiz bo'ladi. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, kommentlarda o'zimiz chiroyli javob beramiz. Qiziqtirgan savollarga javoblarni olsanglar bo'ladi do'stlar. Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga. Ishonchli avtobus xizmatlari, avtovokzaldan avtovokzalga reysiy avtobuslar bo'ladi. 4-perondan Xudo xolasa bu avtobusimiz yo'lga chiqyapti. Nomerlarni yozib qo'yamiz, telefonlarga javob beriladi. Bemalol telefon. Mashinani eshitishlar kerakda mana avtovokzaldan Moskva Toshkent 19:30 deyapti. 19:30 da reysimiz. 2 ta reys, 3 ta reysga aylanib ketyapti. Iloji boricha telefon qilsanglar, batafsil tushuntirib o'tamiz. Reyslar qo'shilgan, hozir odam ko'p, sezon patok qaytish ko'pligi uchun reyslar 2 ta, 3 ta bo'lib qo'shilyapti do'stlar. Telefon qilib kelaverasizlar. Nomerlar ekranda, tanlovda adashmanglar. Rast kirgandan keyin bitta like bosib, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Ishonchli avtobus xizmatlari, avtovokzaldan primoy reyslar bilan do'stlar. Alloh, yolg'on yo'q, chista avtobus. Primoy kelasiz, joyingizni egallaysiz, ketasiz O'zbekistonga. Tamojlarda ham xudo xolasa chotga o'tib 68-70 soat deganda Toshkent Sobragimov avtovokzaliga yetib boradi bu avtobusimiz. Moskvadan Toshkent Sobragimov avtovokzaliga.